Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi misol yechimini o'rganamiz. Demak, 1 minus 1 taqsim 4 ko'paytirib 1 minus 1 taqsim 9 ko'paytirib 1 minus 1 taqsim 16 ko'paytirilgan va hokazo 1 minus 1 taqsim 2 ning kvadrati. Xo'sh, mana bu 1 ning kvadrati deymiz, minus 1 taqsim 4 bilasizlar o'rtoqlar, 1 taqsim 2 ning kvadrati. Ko'paytirilgan 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 9 bu 1 taqsim 3 ning kvadrati. 1 ning kvadrati 1 chiqaveradi bilasizlar. Ko'paytirilgan 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 4 ning kvadrati. Bilasizlar. Demak, tartib bo'yicha kelyapti, ko'ryapsizlar. 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 2 ning kvadrati, 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 3 ning kvadrati, 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 4 ning kvadrati bo'yicha ketsa, demak, keyingisi 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 5 ning kvadrati bo'lishi kerak. Ko'paytirilgan va hokazo. Bundan bitta oldingisi ham 1 ning kvadrati minus 1 taqsim 1999 ning kvadrati bo'lishi kerak. Va oxirgisi 1 minus 1 taqsim 2000 ning kvadrati bo'lyapti. Tushunarli bo'ldi hammaga. Endi davom etamiz. Bilasizlar, bu a kvadrat minus b kvadrat formulaga tushadi, ya'ni ikkitaga yoyiladi. 1 minus 1 taqsim 2 hamda 1 plus 1 taqsim 2. Ko'paytiruv. Bu ham a kvadrat minus b kvadrat. 1 minus 1 taqsim 3 hamda 1 plus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. A kvadrat minus b kvadratga tushyapti bu ham. 1 minus 1 taqsim 4 hamda 1 plus 1 taqsim 4. Ko'paytiruv. Bu ham a kvadrat minus b kvadrat formulaga tushsa, 1 minus 1 taqsim 5 hamda 1 plus 1 taqsim 5 bo'ladi. Va hokazo. Bu ham ikkitaga yoyiladi, bilasizlar. 1 minus 1 taqsim 1999 hamda 1 plus 1 taqsim 1999 bo'ladi o'rtoqlar. Xo'sh, va oxirgisi 1 minus 1 taqsim 2000 hamda 1 plus 1 taqsim 2000. Hammaga tushunarli bo'ldi. Endi bilasizlar, bunga ikkitadan uy mahraj berib qo'yishganda 2 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 bo'ladi. 2 dan 1 ketadi, 1 taqsim 2 qoladi. Ko'paytirilgan. Bunga uy mahraj berganda o'sha 2 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 bo'ladi, 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paytirilgan. Bunga 3 dan uy mahraj beramiz, 1 dan ayirsak 2 taqsim 3 qoladi. 3 dan uy mahraj beramiz, 1 dan qo'shsak 4 taqsim 3 bo'ladi. 4 dan uy mahraj beramiz, 1 dan ayirsak 3 taqsim 4 qoladi. 4 dan uy mahraj beramiz, 1 qo'shilib 5 taqsim 4 bo'ladi. 5 dan uy mahraj beramiz, 1 ayrilsa 4 taqsim 5 bo'ladi. 5 dan uy mahraj beramiz, 1 qo'shilsa 6 taqsim 5 bo'ladi. Va hokazo shu tartibda ketyapti. 1999 dan beramiz, 1 dan ayirsak 1998 taqsim 1999 bo'ladi. Ko'paytirilgan 1999 dan uy mahraj beradigan bo'lsak, 1 qo'shilib 2000 taqsim 1999 bo'ladi. 2000 dan uy mahraj bersak, 1 dan ayirib tashlaymiz. 1999 taqsim 2000 bo'lyapti. Ko'paytirilgan 2000 dan uy mahraj bersak, 2001 taqsim 2000 bo'lyapti o'rtoqlar. Yana qaranglar. Ko'p narsa qisqarib ketadi. Birinchi tomon 2lar 2, 3. Bu 3lar 4, bu 4lar 5. Keyingi 5lar 6lar qisqarib ketadi va hokazo shu tartibda. Keyin bundan oldin 1999 taqsim 1998 bo'ladi. Ular qisqaradi. Keyin mana 2000lar, 1999lar qisqaryapti. Bizda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. 2001 taqsim 2000 qolyapti. Suratga mahraj ko'paytiriladi. 2001 dan 2001 ga ko'paytirib 2001, 2000 ni 2 ga ko'paytirsak 4000 bo'ladi o'rtoqlar. Demak, javob 2001 taqsim 4000 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi degan bitamiz. E'tiboringiz uchun